Zakot berish masalasida uni kelardi-ku, hozir yoddan chiqishi ham mumkin edi. Zakotni kimlarga bersa bo'ladi? Faqir va miskin deyiladi. Faqirlar va miskinlar. Bularning farqi nima desa, faqir uyi bor, joyi bor, zakotga qodir baslar. Miskinlar uyi ham, joyi ham yo'qlar. Arendada yuradi, atta yashaydi, batta yashaydi, shularni miskinlar deydi. Shularga beriladi. Ya'ni kambag'al, zakotga qodir bas insonlarga zakot beriladi. Zakotga qodir odamlarga zakot berib qo'yilgan bo'lsa, u zakotni boshqatdan berish kerak bo'ladi. Zakotni ado qilib bo'lmaydi. Zakot ado qilgan hisoblanmaydi unda. Xo'p, kelgan shaxslarda kimlarga bersa bo'ladi? Ota-ona bolasi va qancha pastga bo'lsa ham berib bo'lmaydi. Ota-ona bolasiga, nevarasiga, chevarasiga berib bo'lmaydi. Va farzandlar ota-ona va u tepasiga, ya'ni opa-dada, katta babo ketib berib bo'lmaydi, dada-buvaga berib bo'lmaydi. Nimaga desa, chunki bular o'z aslida qiynalganda bir-biriga yordam berishi vojib bo'lgan shaxslar bo'lganligi uchun berib bo'lmaydi buni. Shuni bilib olinglar. Devoldi ham faqat ichkariga onasin deydiganlar bor-da, shu changi ham ko'chaga chiqmasin deydiganlar bor. Chiqsin bir amatda endi. Akaga bersa bo'ladi, ukaga bersa bo'ladi, singilga bo'ladi, opaga bo'ladi, tog'aga, amakiga, ammaga, xolaga, jiyanlarga bersa bo'ladi. Qarindoshlardan va qolgan begonalarga bersa bo'ladi. Ha? Keyin zakot berishida ehtiyot bo'lasizlar. Bittasi zakot bergan, singlisini o'zi zakotga qodir bo'ladigan tilla taqinchog'i bo'lgan. Puli yo'q bo'lgan. Kelib pul so'rar ekanda akasidan. Aka pul bering, 200 ming, 300 ming bering deyar ekan. Lekin taqinchoq anchagina bor ekan o'zi. O'shani bilmasdan berib qo'yganda o'sha zakot bo'lmaydi o'sha. Keyin zakotni общественный joylarga ishlatib olish bilan zakot bo'lmaydi. Общественный degani asfalt qilib berish, suv tushirib berish, taom qilib yedirib yuborish, yetimlarga to'y qilib berish, uy olib bersa zakotga o'tadi lekin. Общий, mana shu mahallani turbasi mendan deb zakotimdan deb bersa o'tmaydi u. Nimaga o'tmaydi degan savol bor. Sabab zakotni bir shaxsga mulk qilib berish kerak. Mulk qilib. Bu degani nima degani? Buni tagiga bu masala ham kirib ketadi. Qarzi bor odamda hali qarzimiz bor-ku, ha, shu zakotdan kechildi deb berib bo'lmaydi shuni ham. Zakotdan kechdim shu 1 million qarzingni deb bo'lmaydi. Chunki u yo'q narsa-ku, mulki bo'lmaydi. Aka hali qarzingiz mana turibdi qo'limda. Video vizitda ko'rsatib turibdi. Mana hali siz qarzingiz berishim kerak sizga desa, ha bo'ldi. O'shani menga berding, bo'ldi, o'sha senga zakot bo'lib qolaversin desa bo'ladi shunda. Yo'q narsani kechdim qarzimdan desa, u zakotga o'tmaydi. Keyin hali aytganimizdek, yedirib olsa mulk bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Masalan, ha, mahallani Navrozini men qilib beraman deb zakotdan qildirib olsa, bo'lmaydi u. Xo'p. Ha, mashinaga to'lab qo'yilgan pullar, ularga zakot berilmaydi. Nimaga desiz? Chunki u go'yoki olingan deydi, u qabul qilib bo'ldi u, to'g'rimi? Bo'ldi, sen mashina pulingni bizga to'lading, bo'ldi, u o'tib ketgandek narsa. Shunga ham zakot bermaydi. Xo'p. Xo'p. Keyin ba'zi birlar shu savolni beryapti. Mana pulim turibdi. Ertaga bozorga chiqib mashina olaman deyapti-da. Bunaqada biz bunday bo'lmaylik. Nima qilsam bermasmikinman demaylik. O'zbek tilini yaxshi tushunasizlar, mana qarang gapiraman. Nima qilsam bermasmikinman demaylik, balki nima qilsam berarmikinman deylik. Tushuntiraldimi? Bermaslikni bas, berishni bahonasini oqtaraylik. 1 yil to'ldimi? 1 yil to'lgan mulkimizga beramiz. Mashinani sotdim, ilgari kuni sotdim, dushanba kuni sotdim, mana yakshanba kuni chiqib bozordan mashina olaman deydi. Yo'q, beradi zakot shunga. Beradi zakot, beriladi zakot. Endi ba'zi birlar bor ekan, o'tgan yili 5000 dollarga zakot berdim. Yaxshilab eshitinglar. 5000 dollarga zakot berdim. Endi bu yil pulim 7000 dollar bo'lib qolibdi. Endi men 2000 dollarga zakot beraman. Nari 5000 digini o'tgan yil berdim-ku deydiganlar shu stringlar bor ekan. Aka, Alloh o'sha 5000 dollaringizni yo'qotib turib, o'rniga 47000 dollar bo'yningizga ilib qo'yishi mumkinmidi? Mumkinmidi axir? Mumkin edi. Shuni Alloh qilmadimi? Shu 5000 dollarimiz saqlanib, yoniga 2000 dollar dabafkasiga Alloh foydani berdimi? Ana endi Alloh berdi, menikini ham berib qo'y deydi Alloh. Tushundilarmi? Shuning uchun nima qilsam bermasmikinman demaylar. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarki, hadislarida zakot bermaslikning yomonligi haqida-da. Anas ibn Malik rivoyat qilgan hadisda aytgan ekanlar-da. Mani'uz zakat yawmal qiyamati fin nari degan ekanlar. Zakot bermaydiganlar qiyomat kuni do'zaxda bo'ladi degan ekanlar.
Shuning uchun bermaslikni oqtarmaylik, berishni harakat qilaylik. O'sha hojati asliyamizdan tashqari narsa borki, o'zimiz ishlatmaymiz deb pul zaynat qilish uchun kassa turib tursin, sotaman deb olingan narsalar bor, zakot beriladi. Mana kimdirlar pulni zaynat qilib kvartira olib qo'ygan. Ular beradi. Arendaga qo'yaman deb olganlar bor. Kuni kelsa sotaman, baribir biznes niyatda olib, pul tursin deb olib sotaman desa beradi. Lekin shundaylar bor, dom olayotganda arendaga qo'yaman deb niyat qiladi. Dom olayotganda ular domidan zakot bermaydi, kvartirasidan, bilasizlar. U bermaydi unga. Lekin pul zaynat bo'lib tursin deb olgan bo'lsa, shu ko'p qavatli uy, libo uyda endi ular. Shundan zakot beradi lekin. Shuni ham bilib olinglar. Xo'p. Yaxshi savol bo'ldi. Mana zakot berishlik masalasida aka-ukalar bir-biriga bersa bo'ladi dedik. Qachon biznesi bitta bo'lmasa. Aka-ukalar bor, bizneslari bitta, bizda qozon bitta deb deyshadi. Bu degani o'sha abarot ham yo'q, aka-ukalar o'zi boshlagan ish, shular bir-biriga berib bo'lmaydi lekin akasini yo ukasini ishlab turavering deb ishchi qilib olib ishlatib yurganlar bo'lsa, o'sha aka-ukaga zakot bersa bo'ladi. Endi bo'lib berishlikda ham zakotni yaxshi narsani eslatdingiz. Zakot beruvchilar shuni bilib olinglar. Zakotni bo'lib berganda zakotni ushagan odam xursand bo'ladigan va meni ishimni qilib olaman deydigan summada bo'laylik. Masalan, o'zi aslida $40,000 puli bor odam $1,000 zakot beradi. 1000 ta odamga $1 dan bo'lib bersa ham zakot bo'laveradi. Lekin $1 paypoq oladimi? Nima oladi? Bo'lib berganimizda, ushaganda, masalan deylik, 47 ta shipir olib, 20 ta to'sin olib, tomini yopib olsin. Bu degan men aytayotgan summa $400 ga bitadi hozir. Yo bilib turibsiz, bitta odam licheniya olish kerak, puli yo'q haqiqatan ham. 8,5 million licheniya. Yotag'i hamma yo'q, aytgan summani. Endi buni oziq-ovqati bor, borib xabar olishi bor. Bir tiyin pulim yo'q, licheniyaga degan odamni biling uyda svetga ham pul yo'q, to'g'rimi? Xarajatga ham pul yo'q. Bu degani $1000 ni mana deb bersak, 8,5 millionni operatsiyasiga to'lab turib, qolgan 3 million, 3,5 million pulni uyga xarajatiga, svetiga to'lab oladi-da. Shuning uchun bo'lib berishlikda ham qanaqadir ushaganda, xudoga shu ikkita qo'zi olib olar ekanman, $200 berdi, $100 dan qo'zi beradi-yu. Ikkita qo'zi tashab qo'ysam, po'choqlar bilan katta bo'lib qoladi deb o'sha odam ajo'b emas, shu $200 ga olgan qo'yda barakot bor deyilgan. Ajo'b emas, o'sha sabab bo'lib shu boyib ketishiga sabab bo'lsa-da. Xullas shunday miqdorda bo'lib berish kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalomning hadislari bor, pullaringni zakot bilan qo'riqlab olinglar deganlar. Pullaringni zakot bilan qo'riqlab olinglar va da'u amrodakum bis-sadaqa deb davomida aytganlar. Ya'ni zakot berish bilan pullaringni qo'riqlab saqlab olinglar va kasallaringni sadaqa bilan davolanglar. Bu joyda ikkita narsa ketyapti, ya'ni zakot va sadaqat. Ya'ni bu degani kim zakot ajratsa, keyingi yilgacha Alloh farishtaga aytar ekanki, ikkita farishtaga sen buni keyingi yilgacha molini qo'riqlagin derkan. Zakot beruvchilarga Allohning moliga, joniga, umriga barakot berilar ekan. Zakot beruvchilarni Alloh sahiylarni qatoriga qo'shar ekan. Zakot beruvchilarni Alloh yaxshi ko'rar ekan. Ya'ni nimaga? Chunki Alloh taolo kimlarnidir kambag'al, kimlarnidir boy qiladi, to'g'rimi? Allohning berishi va Allohning xohishi. Boyib ketganlar g'ururlanib, maqtanib, kibrlanib ketmaylik. Men osmonda yulduz uraman, umdiyman, kallalayman, yorib oraman, yirtib oraman, shuncha boyman demaylik. Kambag'allar ham yorib oradi, yitib oradi. Kerak bo'lsa, sizdan aqlli kerak bo'lsa, lekin Allohning berishi bu. Nima demoqchiman? Alloh sizni boy qildi, kimdir kambag'al qildimi, kambag'al o'ksinming. Payg'ambarimiz alayhissalom va sahobalarning yarmidan ko'pi kambag'al bo'lgan. Kambag'al bo'lgan. Hatto kim iftorliman aftara soiman dakhalal janna degan hadisda aytganlarida, kim bitta ro'zadorga iftorlik qilib bersa jannatga kiradi degan hadisda aytganda, ey Rasululloh, biz bitta ro'zadorni iftorlantirib qo'ya olmaymiz, pulimiz yo'q degan. Bu degani nima degani? Hozirgi summaga olganda 25 ming so'mga iftor bo'ladi. Bir kasa ovqat 15 ming so'm. Bitta non 5 ming so'm, 25 mingga ham bormas ekan. To'g'rimi? 25 ming so'm puli yo'q sahobalar bo'lgan. O'sha davrda endi dinor, dirhamga qanchadan keladi bilmayman endi. Shunda Rasululloh alayhisolom aytdilarki, bitta xurmo bera olasanmi? Bitta xurmo bormi? Bundan nechta to'g'ri keladi? 700 so'mdir bor yana. Ba'zi birlar aytdiki, ha bera olaman. Ba'zi birlar yo'q, shuni ham bera olmayman dedi. Arablarda eng arzon narsa bor ekan, suv aralashgan sut bor ekan. Hech bo'lmasa shuni olib bitta ichqizib qo'yasanmi ro'zadorga? Ha deydi, shuni qil, shu mukofotni olasan dedilar.
Ko'ryapsizmi? Shu darajada kambag'al sahobalar bo'lgan. Nima demoqchiman? Boylar maqtanmaylik, kambag'allar o'ksinmaylik. Ikkovi ham minalloh val qadaru khayruhu va sharruhu minallohi taala. Taqdirda yaxshisi, yomoni, ya'ni xursandchilik, xafachilik hammasi Robbimiz Alloh taolodan. Nima demoqchiman? Ey boylar, puli borlar, 30 milliondan yuqori puli borlar. Pulimizda kambag'allarning haqlari yotibdi. Bitta odamga 1 million so'm pul kerak bo'lsa, Alloh tushib, sana senga 1 million demaydi, to'g'rimi? Musa alayhissalom Alloh seni ko'raydi dedi, lan taroni dedi. Bu dunyoda men hech kim ko'ra olmaysan dedi. Bu dunyo Allohni ko'rishiga noloyiq dunyo bu dunyo. Ya'ni Alloh tushib mana senga demaydi. Nima demoqchiman? Endi nima qiladi? Sizga pul berganmi? Endi sizni qalbingizga o'sha zakot ber, bor anunga ber 1 million deydi. Boylar shuning uchun faqat zakot bilan xoslanib qolmasdan nafl sadaqotlar ham qilib turinglar. Nafl sadaqot nima edi? Ramazondan boshqa oylarda qilib turaylik qiynalganlarga. Beraylik. Chunki boylarda kambag'allarda haqlari yotadi. Xo'p. Ya'ni eslatib qo'yishlik kerak bo'lgan o'sha sadaqotlar qatoriga kiradigan masalalar bor ekan. Shularni ham biz sizlarga yetkazib qo'yaylik. Bilasizlar, fitr sadaqa bor, keyin fidya bor. Fitr sadaqa har bir jon boshiga to'q yashagan odam borki, ozgina qodir bo'lgan odam borki, beradi. Fidyani bilasizlar, roza tutishlik uzr bo'lgan, kasali surunkalik bo'lib, tuzalishlik ehtimoli bo'lmayotgan kasallar yoki quvvati yo'q, yoshi ulug', yoshi kattalar shunaqalar fidya beradi. Zakotning miqdorini aytib o'tdik. 85 gram tilloni bizdagi narxi, o'rtacha narxi 400 ming so'm bo'lgan hisobiga 34 million hisoblandi. Ya'ni 30 million, 29 million, 27 million, 25 million puli bor odam, "Ah, Xudoga shukr, men bermas ekanman" demang. Beraveraylik. Beraveraylik. Har kuni ikkita farishta tushar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolom aytdilar va aytar ekan: "Ey Alloh, berganlarga ber barakot. Ey Alloh, bermaganlarga talofat berdir" ekan. U farishtalar duosi ijobat ekan. Bu degani qo'li ochiq beruvchilarga Allohim berdir ekan, berar ekan. Ya'ni sadaqat berganga Alloh beradi. Bermaydiganlarga berilar ekan, talofat berilar ekan. Talofat degani yemagandagini yellar yesin degan gap bor-a? Bizning viloyatda bor bu gap. Boshqa viloyatda bilmadim. Bu nima degani? Tiqavergan, hali nepilda aytdik-ku. Fizikada kirish bor-u, chiqish bo'lmasa nima bo'ladi? Bang'illaydi. Tufayli ham pudni o'ringda bang'atadi. Shuning uchun sirkulyatsiyasi to'xtab qolgan, katyol shuning uchun portlaydi, to'g'rimi? Motor aylantiradi, svet o'chib qolgan, gaz bag'da yoniq turaveradi. Ichida suv nima bo'ladi? Dimlanaveradimi? Sirkulyatsiya yo'qmi? Shuning uchun katyol portlaydi, to'g'rimi? Ba'zi birlar o'ldi ham shundan. Katyol dimlanib qolgan, kirganda otilgan. Xuddi shuni singari bizga Alloh beryapti, tiqyapmiz, gulini guliga qilib taklayapmiz, chiqish yo'qmi? Dimlanyapti-ku, bang'atadi, topolmay qolamiz. Shuning uchun 60 lik turbada kiryaptimi, ichimizda 5 lik turbada chiqarib qo'yaylik. Ja, shpris tabasu 5 lik turbada. Shprisga ulgurmay qoladi. Beraylik akalar, beraylik. Xo'p. Fitr sadaqasining miqdori xo'p, arpadan hisoblanadi, mayizdan, xurmodan, bug'doydan hisoblanadi. Xo'p, bug'doydan hisoblaganda 10 ming so'm hisoblanibdi. Arpadan bo'lsa 16 ming so'm, mayizdan bo'lsa 100 ming so'm, xurmodan bo'lsa 160 ming so'm hisoblanibdi. Endi akalar insof qilaylik. Insofing bormi sana deydi-yu. Insof qilaylik akalar. 10 ming, 20 ming, 50 ming, 100 ming dollar doim kunda nikkel bo'lib, mashinani kunda mo'yka qildirib, tonirovkani tortib, 200 dollarlik tuflini kiyib, 1,5 ming dollarlik telefon ishlatib yurgan qadrdon oshnalar, qandingizni uring, 10 ming dollarlik telefon ishlating, bizga uni muammo joyi yo'q. 300 ming dollarlik mashina mining, xursand bo'lamiz ko'rsak, bizga muammosi yo'q, faqat insof qiling. Pensiya olib yurgan odam ham 2 kilo bug'doydan 10 ming so'mdan hisoblab 8 kishi ekanmiz deb 80 ming berib tursa, 35 ming dollarga Malibu olib, 7 ming dollarga 3.7 ni qadab, yo 707 ni qadab, 1000 dollarga tonirovkani tortib, polni bag biznes quyib yurgan siz aziz vijdonsiz akamiz ham mana qilib 10 ming so'mdan hisoblab bersangiz, xafa bo'lmaysiz, sizni pastkashlik men aytaman lekin. Bering, pulingiz bormi? Eng qimmati nimadan hisoblanar ekan? Masalan, xurmoning zo'ri necha pul dunyoda? 50 dollar. Dava 50 dollardan necha kishi biz? 18 kishi. Mana 500, 400, 900 dollar bo'ladi. To'g'ri hisobladimmi? Bu 900 dollar fitr sadaqa. Ana mujik, ana mo'min, ana iymon, ana himmat, ana saxovat. Tupurgilar buni necha pul ekan? 15 kishi. Hamma mayli 200 ming so'm.
Mashina 1200 dollarga tonirovka qilingan. To'g'ri kelmaydi-da, to'g'rimi? Alloh chiroyli zot chiroyli yaxshi ko'radi. Chiroyli, zo'rini, beli sinmaganini bering. Zo'rini bering. Sharoitdan kelib chiqib, beraveraylik. 30 ming, 40 ming, 50 ming, 100 ming. Mana boylar 1000 dollardan hisoblansa har bitta xonadonida 17 kishi bo'lsa, bersin 17 ming dollar fitr sadaqa. Qani? Ikkita kambag'alga bersa 17 ming dollar, 8,5 ming dollardan bir xonalikdan uy oladi fitr sadaqaga. Keyingisi fidya bilasizlar, haligi uzrlik odamlar, roza tuta olmaydigan. Misol davolansa lecheniya olsa bo'ladigan odamlar, lecheniya olib tuzalgandan keyin roza tutsa bo'ladigan odamlar fidya bermaydi ular. Xo'p, 25 ming so'm hisoblanibdi. Bu ham o'sha o'rta me'yordagi odamlarga hisoblangan. O har bitta viloyat Buxoro, Samarqand, Qashqadaryo, Xorazm, Surxondaryo, Sirdaryo, Toshkent, Farg'ona, Namangan, Andijon, yana Jizzax. Qolib ketdi yana. Samarqand, har bitta viloyatimizda ajoyib turistik oshxonalar bor-a. 3 kishi o'tirsa 450 ming, 500 ming, 700 ming shot keladigan joylar bor-a. O'shanaqangi joyda o'tiradigan akalar insof qilinglar. Shunaqangi joyda o'tiradiganlar. Avvalo uni joyda o'tiradiganlarda uni uzr kasali bo'lmaydi-yu. Mabodo bo'lib qolsa, fidya nech pul ekan? 25 mingdan bir oyda 30 kun nech pul? 750 ming. Deydi, "Men 750 ming bas. Kuniga 750 mingdan hisoblab bering oshna." To'g'rimi? O'zi asli 25 mingdan bersa ham ado bo'ladi, lekin insof qilaylik. Shunda inshaalloh yaxshi bo'ladi. Menimcha zakot masalasi bo'yicha javoblarni berdik. Aytmoqchi, turmushga chiqqan qiziga ham berib bo'lmaydi, bilib olinglar shuni. Turmushga chiqqan qiziga ham zakot berib bo'lmaydi. Ba'zi bilan berib qo'yayotgan shuni. Xo'p, Alloh ichimizda mana kimlar zakotga qodir, xursand bo'lib o'tiribdi, inshaalloh shuna umiddamiz. Ichimizda bir necha odamlar qodir bas. Allohdan mana so'raymiz, Ramazon oyida turibmiz. Yanagi yillarga qodir bo'linglar ilohim. Beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan yuqori turadi. Ilohim qodir bo'linglar. Barakot bersin ishlarimizga ilohim. Roza tutalmaganlar, ilohim shifo bersin. Banisada yotganlar, uylarda yotganlar, yo ichimizda o'tirib bemorligi tufayli tutalmaganlar. Alloh mehribon zot ilohim shifo bersin. Duo qilaylik. Allohim Parvardigoro, mana o'zing buyurgan zakot haqida bugun suhbat qildik. Allohim qodirlarimizga himmat bergin. Faqat 40 dan birini emas, ko'prog'ini ham hisoblab beraveraylik ilohim. Qodir baslarda Allohim o'zing ko'rib bilib turibsan, bularni hammalarimizni o'zing qodir qilgin. Yangi yillarga hammalarimizni zakot beruvchilardan qilgin ilohim. O'zing mehribonsan. Bemorligi tufayli roza tuta olmaganlar oramizda, oilamizda, banisada yotgan bemorlar hammalarini bemorliklariga Allohim o'zing shifo bergin. Ro'zadorlarda duosi ijobat deyilgan. Allohim o'zing mehribon zotsan. Shuncha jamoat ojizonalik bilan gunohkor qo'llarimizni ko'tarib duo qilyapmiz. Allohim shu oylarning hurmatidan gunohlarimizni kechirgin. Tutayotgan ro'zalarimizni qabul qilgin. O'zingni rasuling aytgan, suyukli payg'ambarimiz alayhissalom Ramazon oyining ro'zasi do'zaxga parda bo'ladi deganlar. Allohim tutayotgan ro'zalarimizni qiyomatda bizni do'zaxdan to'sadigan ro'zalardan bo'lishini Allohim o'zing nasib qilgin ilohim. Ota-onalarimizni gunohlarini kechirgin. O'tganlarini o'zing rahmatingga olib oxiratlarni obod qilgin. Hayotlarni tanijonlarni o'zing sog' qilgin. Ko'p yillar duogo'y, nasihatgo'y bo'lib yursin. Allohim bu vatanimizni tinch qilgin, osuda qilgin, yomonlikdan, ofatdan, balodan, tashqaridagi va ichkaridagi dushmanligidan o'zing saqlagin Parvardigor. Hammalarimiz farzandlarimizni rohatini ko'raylik. Dog'ini, xafachiligini ko'rishdan o'zing saqlagin Parvardigor. Allohumma salli va sallim va barik ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohim.